tepasida ilon turgan ayol erkakning tosh bosib turganini bilmaydi va o'ylaydi: yiqilib ketaman. Ilon chaqib olishi mumkinligi uchun yuqoriga chiqa olmayman. Nega erkak ozgina harakat qilib meni tortib olmayapti? Erkak esa o'ylaydi: tanam zirqirab og'riyapti. Baribir seni qo'limdan kelganicha tortib turibman. Nega sen ham ozgina tirishib ko'tarilishga harakat qilmayapsan? Buning ma'nosi shuki, siz boshqa odamning qanday qiyinchilik ostida ekanini, u esa sizning qanday azob chekayotganingizni ko'rmaydi. Bu hayot, ishda, oilada, his-tuyg'ularda yoki do'stlikda har kim o'z og'rig'i bilan kurashadi. Shu sababli bir-birimizni ko'proq tushunishga, eshitishga va sabrli bo'lishga harakat qilaylik. Agar siz millionerlar klubiga obuna bo'lgan bo'lsangiz, tabriklayman. Har kuni 1% ga yaxshilanyapsiz.